Assalomu alaykum. Telegramda ham yangilash kelib qolibdi. Bugun 11.03.2025 11-mart. Ajoyib kun. Sababi men mikrofon sotib oldim Uzun marketdan. O'shani birinchi zapisini hozir qilyapman. Sizlar bilan birga qanaqa ishlar ekan tekshirib ko'rmoqchiman. Rasmini ko'rsatadigan bo'lsam, mana o'sha men izlagan, men kutgan mikrofon. Ovozi qanchalik balandligini ko'rsatib turuvchi indikatorlari ham bor ekan. Xudo xolasa yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Bu bilan ko'proq darslar, foydali ilmlar olish nasib qilsin. Hammaga rahmat.